Qur'onchilar ko'tarib chiqqan e'tiqodiy va fiqhiy masalalar. Avtori Dr. Abdul Aziz rahmatullah. 3. Musulmon ayollarning kofirlarga yotliq bo'lishi. Bundan 10 yil ilgari Sajiya islom bilimlari to'g'rida Beyjingda turadigan Uyg'urlar Xitoylarga yotliq bo'lsa bo'lamdi degan savoliga bo'lmaydi deb javob berganimda, ularning Turkiyadagi ba'zilar Xitoyga tegsa bo'ladi deb fatvo berdi degan so'zi meni hayron qoldirgan edi. Tekshirsam, bu Turkiyadagi Qur'onchilarning fatvosi chiqqan edi. Keyincha o'ylasam, bu hayron qoladigan ahvol emas ekan. Mayli Hindistonda inglizlar tarafidan bozorga solingan Qur'onchilar, Ahmadiyya toifalari bo'lsin, mayli boshqa davlatlarda kofirlarning soyasi ostida turalgan boshqa azg'un firqalar bo'lsin, hammasi o'ttirg'a qo'ygan va tashabbus qilayotgan qarashlarga umuman ko'z yugurtiradigan bo'lsak, u qarashlarning asosan musulmonlarning assimilyatsiya bo'lib ketishini, kofir bilan musulmon o'ttirda farqning yo'qolishini, hijobning qoldirilishini, taslimiyatchilik ruhini singdirishni, kofirlarga qarshi jihodni amaldan qoldirishni targ'ib qildiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Vatanimizda musulmon ayollarning Xitoylarga, kommunistlarga yotliq bo'lishini durust deyishmi, buningdan mustasno emas albatta. Davr xavorijlar bo'lmish Qur'onchilar islomiyatning dastlabki davridan tartib ta bugungacha barliq musulmonlarga aniq va ayon bo'lgan keskin hukmlarni lang'ishtishga, bir shaklda shak keltirishga, shundaqla uni kishilarning hayotidan yiroqlashtirishga urinibla qolmay, hatto xatoga chiqarib g'ayrini tushuntirishga, avam xalqning kallasini qo'chishga to'xtovsiz urinib kelmoqda. Bular hapilishib kelayotgan shar'iy hukmlarning biri, barcha musulmonlar ijmo qilgan muslimalarning kofirlarga yotliq bo'lishi joiz emas degan hukm bo'lib, bu hukm vahiy ko'rsatmalariga, shundaqla islom fuqaholari o'lib puxta usuli qoidalarga asoslanib turib, tarixdan beri izchil birlikka kelgan va jami musulmonlar shundaq amal qilib kelayotgan qat'iy shamol o'tmaydigan hukmdir. Shundaq bo'lishiga qaramay, Qur'onchilar bu hukmni yangidan qarab chiqqali, qayta ijtihod qilg'ili bo'ladigan hukm zamon va ahvolning o'zgarishiga qarab o'zgaradigan fatvo qatorida ko'rib, ba'zi aqlliqlar o'zlaricha musulmonlar ahli kitobga yotliq bo'lsa bo'ladi desa, yana ba'zilari buddist, xristian, yahudi va hatto ateist qatorliq turli din yoki iqim mansublaridan hech qanday ziyonkashlik qilmaydigan tinch kishilar bo'lsalar to'ylashish bo'ladi. Musulmonlar aqidasi mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar ziyon solmaydigan har qanday insonga yotliq bo'lsa bo'ladi. Oyatlardan musulmonning mushrik ayolga uylanishini, musulmonning mushrikka yotliq bo'lishini harom deydigan hukm chiqarg'ili bo'lmaydi deb yangi va qaltis ijtihodini bayon qilishgan. Shariatimizda musulmonlarning kofirga yotliq bo'lishi, shundaqla musulmonning ahli kitobdan boshqa kofirga uylanishi ilgari va keyingi jami olimlarning birdak ijmosi bilan harom bo'lib, buni harom deydigan Qur'on dalillari aniqdir. Alayliq 1. Mushrik ayollar iymon etmoqcha ularni nikohinglarga almanglar. Hör mushrik ayol sizlarni maftun qilgan taqdirdami mu'min dedak albatta uningdan ortiqdir. Mushrik erlar iymon etmoqcha mu'min ayollarni ularga yotliq qilmanglar. Hör mushrik er sizlarni maftun qilgan taqdirdami mu'min qul albatta uningdan ortiqdir. Ana shular mushrik er va ayollar sizlarni do'zaxga chaqiradi. Allah o'z irodasi bo'yicha jannatga, mag'firatga chaqiradi. Baqara surasi 221-oyat. İmam Tabari bu oyatning tafsirida bu oyatning ma'nosi Alloh taolo mu'minlarga qandoq va qaysi turdagi mushrik bo'lishidan qat'iy nazar mushrikka yotliq bo'lishni harom qilayotgandir degan va Qatada va Zuhriylardan bu oyatni sen o'z diyanatingning ahli bo'lmagan Yahudiga yoki Xristianga yoki mushrikka yotliq bo'lishing halol bo'lmaydi deb tafsir qilganligini naql qilgan. İmam Qurtubi, ya'ni muslimani mushrikka yotliq qilmanglar. Jami ummat birdek ijmo qildiki, islom tuvan bo'lmasligi uchun mushrik muslimaga qat'iy yaqin kelmaydi degan. İmam İbn Kasir, ya'ni mu'minlarni mushriklarga yotliq qilmanglar. Alloh taolo deganidek, ular kofirlarga halol emas, kofirlarmi ularga halol emas degan. Mumtahina surasi 10-oyat. Ba'zi Qur'onchilar mazkur oyatdagi xayr so'zini taxmi afzal, yaxshiroq degan ma'noda deb qarab, bu so'z ikki yaxshini selishtirganda aytiladi. Shunga bu oyatdan mu'minaning mushrik bilan mushrikning mu'mina bilan nikohlanishini harom deydigan hukm chiqmaydi deb turib olgan. Amaliyotda bu arab tilini yaxshi bilmaganlikdan yoki yaxshi bilsimi qasdan bilmasga selishdan boshqa ish emas. Chunki bu turli selishtirma ma'nodagi so'zlar arab tilida va Qur'on hadislarida ko'pincha selishtirish ma'nosida ishlatilganidek, gohida selishtirish ma'nosida kelmaydi.
Arab tilidagi ismi tafsil ikki narsaning bir sifatda o'rtaq bo'lganligini, birining yana biridan sal ortiq ekanligini ko'rsatadi. Xayr kalimasi selishtirishni ko'rsatadigan af'al turlanishida bo'lib, bu arab tilida intayin ko'p qo'llaniladigan bo'lg'achqa, yengillatish uchun axyarning hamzasi ilib tashlanib, xayr deb qo'llanilgan. Sözümüzge kelsak, selishtirishni bildiradigan bu so'z selishtirish maqsad qilinmagan ahvollarda qo'llaniladi. Bu chaqda ismi fa'il ma'nosida keladi. Masalan, hammamiz biladigan Allohu akbar lafzidagi akbar kalimasi selishtirish ma'nosida bo'lmasdan, balki Alloh birdan bir buyuk degan ma'nodadir. Qur'on Karimga qaraydigan bo'lsak, xayr so'zi ko'p oyatlarda afzal degan ma'noda kelgan. Masalan, sadiqani oshkora bersanglar bu yaxshidir. Agar uni maxfiy bersanglar va yo'qsullarga bersanglar texmi yaxshidir. Bu sizlarning ba'zi gunohinglarga kafarat bo'ladi. Alloh sizlarning qilgan amallaringlardan xabardordir. Baqara surasi 271-oyat. Boshqa ba'zi oyatlarda selishtirish ma'nosida kelmagan. Masalan, Alloh yaxshimi yoki ularning sherik keltirgan butlar yaxshimi? Agar bu oyatdagi xayr so'zi Qur'onchilar da'vo qilgandek texmi yaxshi yoki afzal degan ma'noda selishtirishni bildiradigan bo'lsa edi, ularning sherik keltirgan butlarmi Alloh gunoh yozmag'ay. Allohdan tuvarrak yaxshi bo'ladi va bu sherik e'tiqoddan boshqa narsa bo'lmaydi. Imom Abu Hayyan tafsirida bu xil af'al selishtirma turlanishi o'rtaqlik yo'qligi aniq bo'lgan o'rinlardami qarshi tarafni mat qilish va yaxshilikning faqat bir tarafda ekanligini, yana bir tarafda faqat yo'qligini tan oldirish uchun ko'p keladi degan. Ikkinchi. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khayran lakum va in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard va kana Allohu aliman hakima. Ey insonlar, Payg'ambar, ya'ni Muhammad alayhissalom sizlarga Parvardigoringlardan haqdan ilib keldi. Iymon aytinglarki, bu sizlar uchun foydali. Agar inkor qilsanglar, ya'ni kufrni davomlashtirsanglar, Alloh sizlardan behojat. Chunki osmonlardagi va zimindagi shaylarning hammasi Allohningdir. Ya'ni Allohning maxluqotidir, mulkidir. Alloh bandalarning ahvolini bilguchidir, hikmat bilan ish qilguchidir. Niso surasi 170-oyat. Agar bu oyatdagi xayr so'zimi texmi yaxshi yoki afzal degan ma'noda selishtirishni bildiradigan bo'lsa edi, kufrni davomlashtirishmi yaxshi, iymon aytish uningdan bakrak yaxshi bo'lgan bo'ladi. 3. Fa'aminu billahi va rusulihi va la taqulu thalatha intahu khayran lakum innamallohu ilahu vahid. Allohga va uning payg'ambarlariga iymon aytinglar. Alloh Isa Maryamdan iborat 3 demanglar. Allah 3 deydigan e'tiqoddan qaytinglar. Bu sizlarga foydalidir. Allah faqat bir ilohdir. Balasi bo'lishdan Allah pakdir. Niso surasi 171-oyat. Bu oyatda yuqoriga o'xshash ma'noda kelgan bo'lib, qaraydigan bo'lsak, Qur'onchilarning bu xil xato izlanishlari kufrga elib bordiganligi chiqib turadi. Natijada oyatdagi Muhammad Salih Damollamning Qur'on Karim tarjimasida uningdan ortiqdir deb tarjima qilingan so'zidan hargizmi Qur'onchilar da'vo qilgandek har ikkisi halol, lekin ma'u uningga qaraganda texmi yaxshi degan ma'no maqsad qilinmagan, balki iymonning sherikka, kufrlikqa qaraganda ustunligi ko'zda tutilgan. Undaq bo'lgan ekan, har ikki taraf hargizmi halollikda o'rtaq emas. Musulmon ayolga faqatla musulmon halol bo'ladi. Oyatning boshidagi mushrik ayollar iymon etmoqcha ularni nikohinglarga almanglar degan cheklama bilan ana shular mushrik va ayollar sizlarni do'zaxga chaqirdi. Alloh o'z irodasi bo'yicha jannatga mag'firatga chaqirdi degan tub sabab bilan keyingi Alloh o'z irodasi bo'yicha sizlarni jannatga mag'firatga chaqirdi. Kishilar panit nasihat olsin deb ularga o'z oyatlarini bayon qiladi degan targ'ibimi ularning halol bo'lmaydiganligini ta'kidlaydi. Mushriklar qatoridan faqatla ahli kitob, ya'ni Yahudi va Xristian ayollar bilan o'ylanishni Qur'on Karim joiz deb qaragan. Bular dinlarining aslini naqadar o'zgartirayotgan bo'lishidan qat'i nazar samoviy bir dinga mansub bo'lganlik uchun Qur'on Karim ularga har jihatda alohida muomala qilgan. Shunga bu haqda xuddi ularning tamoqini yeyishga ruxsat qilgandekla musulmonlarga ularning qizlari bilan o'ylanishiga shartlik ruxsat qilgan. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: Bugun sizlarga barliq pak narsalar halol qilindi. Kitob berilganlarning yemakligimi sizlarga haloldir. Sizlarning yemakliklaringiz ularga haloldir. Müminlardan bo'lgan iffatlik ayollarning sizlardan ilgari kitob berilganlardan bo'lgan iffatlik ayollarning mahrini bersanglar, iffatlik bo'lganinglar va oshkor yushurun fahishini ko'zlamagan holda ularni olsanglar,
ular sizlarga haloldir. Maida surasi 5-oyat. Agar bir kishi muslima kofirga yoki ahli kitobdan boshqa mushrikka yotliq bo'lsa, bo'lmaydiganligi ma'lum bo'ldi. Ammo ahli kitobga tagisi bo'lmaydi deydigan dalil bormi? Degudek bo'lsa, biz deymizki, Alloh taolo mushriklarga yotliq bo'lishni harom qilib o'tgandan keyin musulmonning ahli kitobni elishiga yuqorqi oyat bilan ruxsat qilgan. Agar bu oyat nozil bo'lmasa edi, musulmonning mushrika bo'lsin, ahli kitob ayol bo'lsin, har qanday mushrikani amriga elishi birdek harom holatida qoladi. Mazkur oyatda ahli kitob qatoridan iffatli ayollarga alohida ruxsat qilinib, ahli kitob ariga tegishga alohida ruxsat qilinmagan bo'lg'achqa, ilgirki umumiy cheklama muslimaning ahli kitobga yotliq bo'lishini cheklashda aslidagi holatida qolgan. Mana bu dalilni tushunishdagi inchki nuqta. Ikkinchi, agar ularni haqiqiy mu'min deb tunisanglar, ularni kofirlarga qaytarmanglar. Ular kofirlarga halol emas. Kofirlarmi ularga halol emas. Mumtahina surasi 10-oyat. Yuqorqi oyatlardan islom shariatimiz musulmonlarning kofirlarga yotliq bo'lishini harom qilib o'tgan. Bu hukm umumyuzlik bo'lib, kofir qatoriga Alloh tanig'uchi, ateist, dahri, yahudi, xristian, mushrik, kommunist va butparast jimi kofirlar kirib ketadi. Bu umumiy hukmdan ahli kitob erlarini nikoh masalasida ayirib chiqadigan biror dalil yo'q bo'lg'achqa, musulmon ayolning ahli kitob, ya'ni yahudi va xristianga yotliq bo'lishini butun musulmonlar birdek harom deb qaragan. Imom Kasani mundaq deydi: oyat mushriklar haqida kelgan bo'lsa-mu, lekin hukmning sababi bo'lgan do'zaxga chaqirish jimi kofirlarni o'z ichiga oladi. Shunga sababning umumligi tufayli hukmi umum bo'ladi. Natijada muslimani butparast va otashparastga yotliq qilish joiz bo'lmaganidek, ahli kitobga yotliq qilishmi joiz bo'lmaydi. Imom Malik muslimani yahudi yoki xristianlarning elishi har qanday ahvol ostida joiz bo'lmaydi degan. Mazkur oyatning nozil bo'lish vaqaligini Imom Buxoriy mundaq rivoyat qiladi. Marvan bilan Misvar ibn Mahrama radhiyallohu anhuma ikkalan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan rivoyat qilib mundaq dedi: Suhayl ibn Amr Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan kelishim tuzishgan kuni Rasulullohga qo'ygan shartlar ichida aramizdan birarsi garchi musulmon bo'lsa-mu, sening yoniga kelsa, uni bizga qaytarib berib, uning bilan bizning o'ttirimizga aralashmaysan deb shart qilgan edi. Müminler bunu yoqtirmay g'azablangan bo'lsa-mu, Rasululloh shu bo'yicha kelishim tuzdi. Rasululloh shu kuni Abu Jandalni otasi Suhayl ibn Amrga qaytarib berdi. Kelishim muddat ichida Rasulullohning yoniga qandoq bir er kelsa, Rasululloh musulmon bo'lsa-mu, uni qaytarib berdi. Mu'mina ayollarmi hijrat qilib kelishdi. Uqba ibn Abu Muaytning qizi Ummu Kulsum shu kuni Rasulullohning yoniga kelgan ayollarning jumlasidan bo'lib, u yosh qizchaq edi. Onun ailesidekiler kelib Rasulullah'tan onu qaytarib berishni so'ragan edi. Ayollar to'g'risida Alloh taolo mu'mina ayollar hijrat qilib sizlarga kelsa, ularni sinab ko'ringlar. Ularning iymonini Alloh obdan biladi. Agar ularni mu'mina ayollar deb bilsanglar, ularni kofirlarga qaytarib o'tmanglar. U ayollarmi ular kofirlarga halol bo'lmaydi. Ular kofirlarmi u ayollarga halol bo'lmaydi. Mumtahina surasi 10-oyat. degan oyatni nozil qilganlikdan Rasululloh uni mushriklarga qaytarib bermadi. Bu sahoba kiramlarga ayon masala edi. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Abu Talha radhiyallohu anhu Ummu Sulaym radhiyallohu anhaga o'ylanish taklif qo'ygan edi. Ummu Sulaym radhiyallohu anha: "Ey Abu Talha, sendek odamning taklifi rad qilinmaydi. Biroq men musulmon, sen bo'lsang kofir. Shunga mening senga yotliq bo'lishim durust emas. Ammo sen iymon aytsang, aytgan iymoning mening mahri haqqim bo'lsin. Men senden o'shqcha narsani talab qilmayman" dedi. Shuning bilan Abu Talha iymon aytdi. Uning iymoni Ummu Sulaymning mahri haqqi bo'ldi. Bu hadisdami yotliq bo'lmaslikning sababini kufr deb ko'rsatgan. Musulmonlarning kofirlarga yotliq bo'lishining haromligida jami musulmonlar birdek ittifoq. Biz yuqorida bu vaqtda ba'zi olimlardan naqllarni keltirib o'tdik. Tuvanda yana ko'plab naql keltiramiz. Imom Shafi'i agar ayol iymon aytib musulmon bo'lsa yoki islomiyatda tug'ilgan muslima ayol bo'lsa, ahli kitob bo'lsin yoki butparast bo'lsin, har qanday mushrikning har qanday sharoitda uni nikohlab olishi haromdir degan. Imom Razi bu yerda maqsad qilingani jimi kofirlar ekanligida, shundaqla mu'minaning kofirga yotliq bo'lishi kofirlarning hamma turiga keskin harom ekanligida farqli qarash yo'q degan. Imom Ibn Qudama kofirning muslimani nikohlab olishi joiz emas. Ibnul Munzir bu vaqtda biz qarashlarni bilgan barliq ahli ilmlar birdek ittifoq deydi degan. Imom Ibn Juzay
kafirning muslimani nikohlab elishi har qanday sharoitda bo'lishidan qat'iy nazar barliq olimlarning ijmosi bilan joiz emasdir degan. Imom Ibn Hazm muslimaning kafirga nikohlanishi qat'iy halol bo'lmaydi degan. Imom Ibnul Qayyim atashparast va butparastlarning dinida ularninkidan yaxshiroq bir ayolni elishiga yo'l qo'yish joiz emas. Shundaqla zimmining musulmon ayolni nikohlab elishiga yo'l qo'yilmaydi degan. Doktor Abdul Karim Zaydan bundaq deydi. Muslimaning kafir bilan to'y qilishining haromligi muayyanlashgan va keskin hukm bo'lib, kafir mayli ahli kitob Yahudi yoki Xristian bo'lsin, mayli butparast yoki atashparast bo'lsin va yoki hech qanday bir dinga e'tiqod qilmaydigan dinsiz bo'lsin, o'xshashli haromdir. Imom Qaradavi musulmon ayolning musulmondan boshqasiga yotliq bo'lishi haqida mundaq deydi. Ahli kitob bo'lsin yoki bo'lmasin, musulmon bo'lmagan bir er kishiga musulmon bir ayolning yotliq bo'lishi haromdir. Bu hech qanday sharoit ostida halol bo'lmaydi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan: Mushrik erlar iymon etmoqcha mu'mina ayollarni ularga yotliq qilmanglar. Baqara surasi 221-oyat. Yana mu'mina muhojira ayollar haqida mundaq degan: Agar ularni haqiqiy mu'mina deb tunisanglar, ularni kafirlarga qaytarmanglar. Ular kafirlarga halol emas. Kafirlarmi ularga halol emas. Mumtahina surasi 10-oyat. Bu umumiy hukmdan ahli kitob erlarni ayirib chiqadigan biror dalil yo'q bo'lg'achqa, musulmon ayolning har qanday bir g'ayri musulmonga yotliq bo'lishini butun musulmonlar birdek harom deb qaragan. Islom dini musulmon erning Yahudi va Xristian ayol bilan uylanishiga ruxsat qilgan, lekin musulmon ayolning Yahudi yoki Xristian eriga yotliq bo'lishiga ruxsat qilmagan. Chunki uyning mas'uli, egisi va ayolning boshlig'i er kishidir. Hamma Yahudi yoki Xristian ayollar musulmon eriga yotliq bo'lgan taqdirda islom ularga e'tiqod erkinligini berib, barliq qonunlar orqali uning huquqini qo'g'digan. Lekin Yahudi va Xristian dinlari boshqa dindagi ayolning erkinligiga va huquqiga kafolatlik qilmagan. Undaq bo'lgan ekan, islom dini musulmon qizlarning istiqbolini qandaqmi xatarga uchratib, ularni e'tiqod erkinligiga rioya qilmaydiganlarning qo'liga tashlab qo'ysin. Bu yerdagi tüp masala shuki, er-xotinlik munosabat yaxshi o'tishi uchun er kishi ayolining e'tiqodini hurmatlashi kerak. Musulmon kishi bo'lsa, Yahudi va Xristianlar dinlari naqadar bulg'anib ketgan bo'lishidan qat'iy nazar, aslida samoviy din, Tavrat bilan Injil Allohdan kelgan kitob, Musa va Isa alayhissalomlar Allohning payg'ambarlari deb ishonadi. Shunga bu dindagi ayol musulmonga yotliq bo'lgan taqdirda o'zining dinini, kitobini va payg'ambarini hurmatlaydigan bir erning yanida yashagan bo'ladi. Chunki musulmon kishining iymoni shularga ishonish bilan to'liqlanadi. Ammo Yahudi va Xristian degan islomga, Qur'onga va islom payg'ambariga faqatla ishonmaydi. Undaq ahvolda uning yanida dinining farzlarini va ibodatlarini o'rindaydigan, belgilagan halol harom cheklamasiga rioya qiladigan bir musulmon ayol qandaqmi yashay olasin? Boshqarib turadigan eri uning dinini butunlay inkor qilib turibsa, musulmon ayolning diniy erkinligini va musulmondarchilikni saqlab qolishi mumkin bo'lmaydi. Shunga islom dini er kishiga butparast, mushrik ayol bilan uylanishni harom qilganda haqiqatan o'z ruhiga uyg'un harakat qilgan. Chunki islom dini butparastlikni va sherik keltirishni butunlay rad qiladi. Navoda musulmon kishi bundaq ayol bilan uylansa, bir-birining dinini rad qiladigan bu ikki kishi orasida qandaqmi xotirjamlik, mehr-shafqat va sevgi bo'lsin. Mana bular har davrdagi olimlarning ijmo birdakligini ifodalaydigan bayonlari. Bu ijmo sahoba kiramlar bo'lsin, undan keyingi mujtahid fuqaha, mufassir va muhaddislar bo'lsin, ta bugungi kunga qadar davomlashgandir. Bu yerda shuni mutlaqo ilib o'tishning zini yo'q. Olimlar orasida mushrik holda to'y qilishgan, ammo eridan burun musulmon bo'lgan ayolning hukmida qarash o'xshashmasligi bor. Ularni darhol ayirib o'tish kerakmi yoki yaqinlashishga ruxsat qilinmasdan mushrik erning amrida turib tursimi bo'lamdi yoki burunqidek er-xotin bo'lib turaveramdi degandek masalalar. Demak, bu nuqtadagi qarash o'xshamagan masala burun kafir holatida to'y qilib bo'lgan er-xotindan ayoli musulmon bo'lsa, qandaq bir taraf qilish bo'lib, bu yanada musulmonning kafirga yotliq bo'lishining haromligini ta'kidlaydigan masaladir. Ya'ni bir muslima kafirga yangidan nikohlana olmaydi. Ba'zi Qur'onchilar payg'ambar alayhisolamning qizi Zaynab to'g'risidagi voqealikni xubsanlik bilan muslima kafirga yotliq bo'lsa bo'ladi deyishga dalil qilib olgan bo'lib, bu haqiqatan qip-qizil xubsanlik xolos. Bu masalaga kelsak, shariatimizda kafir er-xotinlarning nikohi to'g'ri nikoh hisoblanadi va ular musulmon bo'lsa nikohlari e'tirof qilinadi. Nikohni yangilash yoki burun kam qolgan shartlarni to'liqlash kerak emas. Buningda olimlar ittifoq.
Ammo ulardan biri musulmon bo'lib, yana biri musulmon bo'lmasa, agar eri musulmon bo'lib, uning ayoli ahli kitob bo'lsa, musulmonning ahli kitobga o'ylanishi joiz bo'lg'achqa, yanada nikohi kuchga ega bo'lib, birga yashayveradi. Ammo ulardan biri musulmon bo'lib, yana biri musulmon bo'lmasa, agar eri musulmon bo'lib, uning ayoli ahli kitob bo'lsa, musulmonning ahli kitobga o'ylanishi joiz bo'lg'achqa, yanada nikohi kuchga ega bo'lib, birga yashayveradi. Ayoli ahli kitob bo'lmay, ateist yoki butparast kafir bo'lgan bo'lsa, bu nikoh kuchga ega bo'lib turolmaydi. Chunki islom musulmon kishining ahli kitobdan boshqa kafir ayolni elishni cheklaydi. Agar ayol musulmon bo'lgan taqdirda, u nikoh bilan birga yashay olmaydi. Chunki musulmon ayol ahli kitob yoki boshqa turli kafirning amrida birga yashashi joiz emas. Bu masalada hamma ittifoq. Ikrima ibn Abbas radhiyallohu anhudan mundaq deganlik rivoyat qilgan. Agar xristian ayol eridan 1 soat burun musulmon bo'lib qolsa, bu ayol eriga harom bo'lib ketadi. Atadan ahdlashgan zimmiylardan bir ayol musulmon bo'lgandan keyin iddat ichida uning erimi musulmon bo'lib qolsa, u ayol uning xotini hisoblanamdi deb so'ralganda u, yo'q, faqatla u ayol xolisa yangi nikoh va boshqa mahri bilan tagisi bo'ladi dedi. Mujohid agar iddat ichida uning erimi musulmon bo'lib qolsa, u ayolga qayta o'ylansa bo'ladi degan. Qatada bilan Hasan Basri ikkidan birli vaqtda musulmon bo'lgan er-xotin ikkisi majusi haqida ular burunqi nikohidadir. Agar birisi birisidan ilgari musulmon bo'lib, yana biri musulmon bo'lishni rad qilgan bo'lsa, uningdan to'liq ajrab ketadi. Erining uning bilan uy tutishiga yo'l yo'q degan. Ayol musulmon bo'lib, boshqa erga tegishni xohlamay, erining musulmon bo'lishini kutib iddat turgandan keyin saqlab tursa, bir muddatdan keyin erimi musulmon bo'lsa, bu ahvolda nikoh yangilash kerakmi yoki burunqi nikohi kuchga egami? Buningda ham qarash o'xshash emas. Musulmon bo'lgan ayol burunqi nikohida kutib turgan ahvolda ular yaqinchilik qilishga ruxsat qilinmaydi. Buningda olimlar yanada birda qarashda. Bu vaqtda payg'ambar alayhisolamning qizining voqeligini mundaq ixchamlashga bo'ladi. Payg'ambar alayhisolamning qizi Zaynab radhiyallohu anha payg'ambar alayhisolamga vahiy kelishdan burun Abul Asqa yotliq bo'lgan. Payg'ambar alayhisolam vahiy kelgandan keyin qizi Zaynab musulmon bo'lib, Abul As musulmon bo'lmay turdi. Bu chaqda musulmonlarning kafirning qo'lida turmasligi to'g'risidagi hukm tahi nozil bo'lmag'achqa, payg'ambar alayhisolam qiziga eri bilan Makkada turishga ruxsat qiladi. U hukm keyin Hudaybiya sulhida nozil bo'lgan. Abul As Badr g'azotida Makka qo'shini bilan chiqadi va musulmonlarga asir tushib qoladi. Bu chaqda Hazrati Zaynab Xadicha radhiyallohu anhaning bulabkisini avatib, erini asirlikdan qutuldirib oladi. Bu chaqda musulmon ayolning kafir erda turmasligi haqidagi hukm tushidi. Payg'ambar alayhisolam Abul Asdan qizi Zaynabning Madinaga hijrat qilishiga ruxsat qilishi to'g'riliq va'da oladi va u va'dasida turib Hazrati Zaynabni Madinaga avatadi. Bu jarayonda 5-6 yil o'tib ketadi. Hazrati Zaynab kelgan elchilarni rad qiladi. Abul As Shamga tijoratga berib qaytishda karavan musulmonlarning qo'liga tushadi va Abul As Madinaga yoshirinib Hazrati Zaynabdan panohlik tilaydi. Hazrati Zaynab uningga payg'ambar alayhisolamdan amonlik oladi. Payg'ambar alayhisolam uningga amonlik beradi va Hazrati Zaynabga u sizga yaqinchilik qilmasin, chunki siz uningga halol emas deb chekilaydi va Abul Asqa tava karvon mollarini qaytarib berib, uning Makkaga qaytishiga ruxsat qiladi. Abul As Makkaga qaytib, mushriklarning amonat mollarini egillariga topshirib bergandan keyin xaloyiq oldida shahodat aytib musulmon bo'ladi va Madinaga hijrat qiladi. Payg'ambar alayhisolam uningga qizi Zaynabni nikoh yangilamasdan burunqi nikoh bo'yicha qo'shib qo'ydi. Yangi to'yliq va yangi nikoh bilan qo'shib qo'ygan degan rivoyatmi bor. Bu vaqalikda cheklama kelgandan keyin musulmonning kofirga yotliq bo'lgani yoki birga yashagani yo'q. Faqatla burunqi nikohni asos qilib yoki yangi to'yliq va yangi nikoh bilan qo'shib qo'yish bo'lgan. Taki eri musulmon bo'lmaguncha uni qo'shib qo'ymagan. Demak, eri musulmon bo'lmagan bo'lsa, qo'shib qo'ymagan bo'ladi. 3. Kafir ayollarni amringlarda saqlamanglar. Mumtahina surasi 10-oyat. Bu yuqorqi oyatning bir qismi bo'lib, bu musulmonlarga ahli kitobdan boshqa kafir ayollarni nikohlab elishni va ularni amrida tutishni harom qilib atgan. Bu oyat nozil bo'lganda Hazrati Umar 2 mushrik ayolini qo'yib atgan. 4. Bugun sizlarga barliq pok narsalar halol qilindi. Kitob berilganlarning yemakligimi sizlarga haloldir. Sizlarning yemaklikinglarmi ularga haloldir. Müminlerden bo'lgan iffatlik ayollarning sizlardan ilgari kitob berilganlardan bo'lgan iffatlik ayollarning mahrini bersanglar, iffatlik bo'lganinglar va oshkora yoshirin fahishini ko'zlamagan holda ularni olsanglar, ular sizlarga haloldir. Maida surasi 5-oyat.
Mana bu oyatmi muslimaning ahli kitobga yotliq bo'lishi durust emasligini ko'rsatadi. Chunki Alloh taolo yemak haqida to'xtalganda uni musulmonlar bilan ahli kitobga o'rtaq halol qildi. Ularning yemakliklari bizga halol, bizningmi ularga halol. Ammo ularning qiz ayollari haqida to'xtalganda ularni bizga halol qildi. Bizning qiz ayollarimizning ularga halol bo'lish to'g'risida gap qilmadi. Mana bu musulmonlarning ularga halol bo'lmaydiganligini ko'rsatadi. Halal bo'lsa edi, yemak ichmak va xotin olishda ular bilan birga yashash vujudga chiqishi uchun bizning yemakliklarimizni ularga halal deganidek, ayollarimizni halal degan bo'ladi. Unda qilmaganidan musulmonlarning ahli kitobga harom qilinganligi ma'lum bo'ladi. Demak, faqatla musulmon erlarning ahli kitob ayollarga o'ylanishidan sirt kofirlar bilan to'ylashish musulmonlarga harom qilinganligi oydinlashdi. Hem yuqorqi oyatlardan ma'lum bo'lganidek, hem payg'ambar alayhissalomning mutavatir darajasiga yetgan hadis shariflari bilan bizga ashabi kiramlar davridan avlatma avlat amaliy tatbiqlash orqali yetib kelgan va har davrdagi jami musulmonlarning ijmosi bilan isbotlangan hukm bo'lib, bundoq bir nikoh botil nikohdir. Bu turdagilar to'y qilgan taqdirda islom nazarida inovatsizdir. Sajiya Islom tadqiqot markazi